Internetda o'zini bechora ko'rsatgan qiz mashina sotib oldi. Internetda anoshka taxallusi bilan blog yurituvchi 19 yoshli Shagayeva Anora bir muddat avval uylari yonib ketgani haqida video murojaat bilan chiqib, odamlardan yordam so'ragandi. Mana oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. İçidagi mebel, kiyim-kechak, pulni deyarli hamma narsa yonib ketdi. Shundan so'ng odamlar ommaviy ravishda pul o'tkazishni boshladilar. Blogerlar qo'shildi. Ularning miqdori millionlab, ba'zilari 10 millionlab yubordi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qiz Instagram sahifasiga yangi video joylashtirib, 19 yoshida Kia rusumli avtomashina sotib olgani bilan maqtandi. Bu esa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Donorlar bu bo'yicha tushuntirish berishni va pulni qaytarishni talab qilmoqda. Bloger esa bunga javoban mashinani unga boshqa odam sovg'a qilganini aytdi va uy uchun odamlardan 15 million yig'ilganini bildirdi.